şey ekanligini Xudo bildirib qo'ygan deydi. Asal olib keladigani urg'achisi bo'lishligini Alloh tabolga va taolo bildirib qo'ydi. Bo'lmasa asallarni u olib keladigan arni urg'achchiligini bilmaydi, kim biladi uni? Agar Alloh bilmasa. U fan unchalik rivojlanmagan davrda Alloh tabolga va taolo o'sha asallarni urg'ach ekanligini bildirdi. Va asalni nima dedi Xudo? Qur'oni Karimda insonlar uchun shifo dedi. Asaldi. Endi insonlar uchun shifo bo'lgan narsa. Shu shifo. Mana shu shifoni nima qilsa shifo? Unga virus tushmasa, o'zi tursa, shunday Xudo shifo qilgan uni. Endi o'sha asal ari boshqa arilar chaqsa nima bo'ladi? Chaqadi, ketaveradi. Yana boshqasini ham chaqadi. Bitta ari 3-4 odamni ham chaqaveradi. Asalarichi. Bitta odamni chaqadi, nish qolib ketadi. Uni kim qildi deyapti o'sha? Nishini qog'oz beruvchi kim deyapti? Nishini qog'oz bergan zot Alloh tabolga va taolo deyapti. Agar u asalari nish qolib ketmasa, nishini chiqarib borib pokiza asalni virusga aylantiramidi deyapti. Pokiza asalga virus olib boramidi, bu insondagi virus olib borib solamidi deyapti. U shifo bo'lmay qolardi-yu. Alloh tabolga va taolo poklab qo'yib, o'sha shifo qilib qo'yib deyapti. Shu virus yuqmasligi uchun inson asallar chaqishlik bilan o'rnida qolib ketadigan qilib qo'ydi. Bu ham kim ishi desa Alloh tabolga va taoloning ishi. Xudoning ulug' mo'jizasi bu. Bu katta ulug'ning. Shuni singari Shimoli ham shu, chivin ham shu. Chivin ham mana oddiy chaqadigan bizning tilimizda pashsha. Boshqa joylar chivin deydi-da. Shu pashshani aytyapti. Pashsha deyapti. Alloh tabolga va taolo pashshani Qur'oni Karimda urg'ochi pashsha chaqishligini aytgan deydi. Urg'och pashsha. Shuni aytyapti. Chunki urg'och pashshani Alloh tabolga va taolo o'sha bir aniq muayyan bir holatini gapirib o'tgan. Shu insonga kelib chaqishligiga bir holat to'g'risida bir muayyan so'zni aytgan. Shunda urg'och pashsha deb keltirgan deydi. Shuni yozyapti. Urg'och pashsha ekanligini fan rivojlanmagan paytda kim biladi agar Alloh uni bildirib qo'ymasa. Shuni ko'rsatyapti. Asha chaqadigan pash bo'lmasa pashsha qana kichkina narsa. O'sha bunday chaqib ko'tishib qizarib qoladigan pashsha urg'och pashsha ekan. Urg'och pashsha inson qonini so'rar ekan. Nima qilar ekan desa, inson qonini so'rib turib, borib bolasiga o'sha qondan berar ekan. Bolani oziqlantirar ekan o'sha qondan ma'lum miqdorda. Erkagi desa, erkagi daraxtning gullaridan, daraxt ba'zi bir joylardan qonni to'yaverar ekan erkagini. Inson chaqmas ekan. Urg'och kelib chaqar ekan. Uni ham kim bildi agar Alloh bildirmasa? Deydi. Shuni singari hammasini Alloh tabolga va taoloning hozirgi fan rivojlangan paytda Qur'oni Karim mo'jizalari chiqyapti. Bundan keyin ham chiqaveradi. Davr qiyomatgacha chiqib tugamaydi bu mo'jizalar. Mana qo'pqop, mana qo'pqop deb, bu mo'ni qarang deb keltiraveramizda. Alloh tabolga va taolo bandasiga shunaqa o'zini tanitib qo'yar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'jizani o'z davrida aytib o'tib ketdi. Lekin Qur'onda aytadi-da, Qur'oni Karimda. Payg'ambarimiz davrida mo'jizalar Rasululloh o'zi yaqqol ko'rsatdi. Lekin aytadiki, eng katta mo'jiza Qur'oni Karimdir deylar. Eng katta mo'jiza Qur'oni Karim. Bu Qur'oni Karim degan mo'jiza Rasululloh 1400 yil o'tib ketdilar. Lekin qiyomatgacha mo'jiza chiqaveradi. Mo'jiza to'xtamaydi. Hali bir arada mana mo'jiza, mana chumolida Allohning chumolining mo'jizasini. Alloh tabolga va taolo Naml surasida alohida keltiradi chumolini. Nima deydi? Chumoli deydi. Sulaymon alayhisolatu vassalam otlarni dupuratib kelyapti ekanda. Shunda bir chumoli chiqib jamoasiga aytibdi ekan. Ey chumollar jamoasi, sizlar deb shu yerda nahratun de chumolin, namlatun deydi. Namlatun deb chumol urg'achini aytar ekan. Shu chumollar urg'ach Alloh taolo Qur'oni Karimda namlatun deb keltirdi, urg'achini aytdi deydi. O'sha chumollar urg'achisi xizmat qilishligini ham shunda bildirdi deydi. Ham o'sha chumollarning urg'achisi buyruq qilar ekan jamoasiga. O'sha buyruq qildi jamoaga deydi. Hammanglar